Assalomu alaykum. 2 yil matematikasidan yakuniy dars yondosh mavzu. Mening o'lkam. O'zbekistonda ko'plab diqqatga sazovor tarixiy va madaniy obyektlar mavjud. Keling, ularning ayrimlari haqida bilib olamiz. Birinchi masala: grafikni o'rganib chiqing. Unda harflar yashiringan. Ko'ndalang yo'nalishda siz topshiriqning nomerini, tik yo'nalishda esa bu topshiriqdagi harfning nomerini topishingiz kerak. Birinchi masala: grafikni o'rganib chiqing. Unda harflar yashiringan. Ko'ndalang yo'nalishda siz topshiriqning nomerini, tik yo'nalishda esa bu topshiriqdagi harfning nomerini topishingiz kerak bo'ladi. Harfni qidirishingiz kerak bo'lgan mavzu nomeri grafik ichida joylashgan, ko'rsatilgan. Ya'ni mana bu joyga diqqat bilan qaradik. Bu harflar nomeri. Mana bu esa topshiriqlar nomeri. Bu esa, mana bular esa mavzular. Mana shu jadvalni to'ldirsak, biz kerakli so'zni topamiz. Siz bu so'zlar haqida nima deya olasiz? Ular bizning o'lkamiz bilan qanday bog'liq? Mana shu to'g'risida shu masala orqali topib olamiz. Diqqatimizni mana bu joyga qaratdik. Bu joyda hamma topshiriqlar nomeri bor. Lekin mavzular nomeri yo'q va harflar nomeri yo'q. Biz mana shuni to'ldirishimiz kerak, ikkita tepasini va pastini. Biz birinchida ko'rsatma berib qo'yibdi. 120 mavzu nomeri. Xo'p, mana bu joyda 8. Xo'p, keyin esa 5. 8 ga qaradik. Ya'ni o'rtada 8. Bu topshiriqlar nomeri. Bu esa 120-mavzu. Mana bu esa o'sha harflar joylashgan joy. Endi biz buni hozir topish yo'lini bilib olamiz. 8 dan keyin 2 turibdi. Biz mana bu diagrammaga qarab 2 ni topdik. Mana 2. 2 124-mavzu ekan va harflar nomeri 7 ekan. Topshiriq, ikkinchi topshiriq. Mavzu 124 va 7-chi nima ekan? Harflar joylashgan joy ekan. Keyingisi 3 ekan mana. Bu joydan 3 ni topdik. 3 bu topshiriqlar nomeri. Xo'p, tepada esa mavzu esa 117-chi mavzu, yonida necha turibdi? 9-chi harf. Mana shunday qilib qolganlarni ham to'ldirib boramiz va bu joyda o'sha topshiriq degan misol masalalar raqami, u joyda harfni topib, birlashtirib yozsak, bizga kerakli so'z hosil bo'ladi. Mana shu jadvalni men to'ldirib qo'ydim. 3 bu topshiriqlar nomeri misol. 117 mavzu, 9-chi harf. Keyingisi 2. 2 bu topshiriqlar nomeri. 124 mavzu, 7-chi harf. 4-chi topshiriqlar nomeri. 118 mavzu, 5-chi harf. 126 mavzu, 6 topshiriqlar nomeri, 1-chi harf. 124 mavzu, 2-chi topshiriq va 7-chi harf. 129 mavzu, 1-chi topshiriq, 6-chi harf. 123 mavzu, 5 topshiriq nomeri va oxiridagi 8 bu harflar nomeri. Ya'ni bu joyda Samarqand degan so'z hosil bo'ldi. Men tagiga mana o'sha nimalarni joylashtirib chiqdim. Jadvalni to'ldirdim. Bu qatorda Samarqand degan o'zimizning qadimiy shaharlarimizdan biri bo'lgan obidalarimizdan biri Samarqand kelib chiqdi. Tenglamalarni yechib dasturxon tuzang.
Somsa ko'paytiruv 3 barobar 18. Biz nechta somsa borligini topamiz. Ya'ni balki nechta tarelka bo'lishini topamiz. O'sha tenglamamiz. 18 ni bo'lamiz 3 ga, 6 ta tarelka hosil bo'ladi. 7 ko'paytirilgan non va 14. 14 ni 7 ga bo'lsak 2 ta non. Keyingisi piyola bo'lamiz 4 ga 2 hosil bo'ldi. 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 ta piyola. Choynak 9 ni bo'lamiz 9 ga 1 bo'ladi. Bitta choynak kelib chiqdi. Ya'ni 6 tarelka somsa, 2 ta non, 8 piyola va bitta choynak. Masalalar tuzing va ularni yeching. Bitta qutida 6 ta piyola, bitta choynak bor. 4 ta qutidachi? Albatta uni topamiz. Bitta qutida 6 ta piyola, bitta choynak, 4 ta qutida noma'lumda. 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24 ta piyola, 4 ni 1 ga ko'paytirsak 4 ta choynak. Bitta qutida 4 ta stakan, bitta idish, 5 ta qutida nechta bor? Uni topamiz. Bu mana bunday. Bitta qutida 4 ta stakan, bitta idish, 5 ta qutida noma'lumda. 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20 ta stakan, 5 ni 1 ga ko'paytirsak 1 bu bitta donadan degani 5 ta idish hosil bo'ldi. 4-chi, paxtalar ortida qanday son yashiringan? Biz buni hisob-kitob qilib topib olamiz. Uni mana bu usulda bajardik. 5 dan ayiramiz 2 ni 3 bo'ladi va bu joyda birinchi son noma'lum, keyingi paxtani tagidagi keyingi son ham noma'lum edi, qo'shuvdan keyingisi va oxirgisi ham noma'lum edi, lekin barobarga 27 kelib chiqdi. Endi 5 dan 2 ni ayirsak 3, 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. 12, 8 ni 2 ga bo'lsak 4, 12 ni qo'shamiz 4 ga bo'ladi 16. 16 ga qo'shamiz 11 ni 27 hosil bo'ldi. Mana mening aziz hurmatli o'quvchilarim, yakuniy darsimiz mana shulardan iborat edi. Sizga yashiringan harflar, yashiringan sonlar va undan tashqari tenglamalar yechishlarni sizga ko'rsatib bordim. Albatta siz buni yana davomini ko'rish uchun obuna bo'lib qo'ying. Xayr mening azizlarim.